Alloh taolo al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Go'zalligining asli Alloh subhanahu va taolo bo'ladi. Endi Alloh taolo o'zining mahluqlardan birontasiga ana shu go'zallikdan bir ulush bergan bo'lsa, odamlar ana shu go'zal mahluqqa qaraydida qalbi bog'lanib qoladi. U chiroyli, go'zal ot bo'lsin yoki bir mashina bo'lsin, go'zallikni ko'rganda inson unga albatta mahliyo bo'lib qoladi. Toat nima? Birodarlar, toat bu muhabbat. Ibodat, itoat nima desa, ulamolar mana shu itoatning, ibodatning juda ham bir go'zal ta'rifini keltiradi. Diqqat qilamiz. Asosi ishonch bo'lgan, abadiy saodatga olib boruvchi, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy toat ibodatdir. Asosi ishonch. U sizni saodatga, abadiy saodatga olib boradi. Qalbingizni muhabbati bilan aralashgan. Shunga asoslangan toat keyin ibodat deyiladi. Siz namozni o'qiyotganda yaxshi ko'rib o'qiysizmi, yomon ko'rib o'qiysizmi? Roza tutayotganda yaxshi ko'rib tutasizmi rozani yo majbur tutasizmi? Qarang, muhabbatga aralashgan ixtiyoriy toat deyapti. Ixtiyorimiz bilan ibodatga kelayotgan bo'lsak, demak bu ibodatimiz ibodat bo'ladi. Agar majburiyat bo'lsa, uyatganimizdan, hamma qilayotganligi uchun kelayotgan bo'lsak, muhabbat bilan qilayotgan bo'lsak, bu amalda bu ibodatga o'tmaydi. Dinda birodarlar ma'rifat bor, sulukiyat bor, go'zallik bor. Innalloha jamilun yuhibbul jamala dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu sahih hadisiga quloq tutamiz. Bu hadisni Imom Muslim o'zining sahihida keltiradi. Rasululloh aytadilar: "Hijabuhu nur. Hijabuhu nur, law kashafahu la akhraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi." Alloh azza va jalla, birodarlar, u zotning hijobi nur. Alloh taoloni hech kim ko'zi bilan ko'rishlikka qodir bo'lmaydi. Na bir maloikalar, na muqarrab farishtalar, na anbiyolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Me'roj kechasida, ana shu 7-osmonning ustida namozni 5 mahal farz ekanligini olib tushganida Oysha onamiz so'raganki: "Ya Rasululloh, har ra'ayta robbaka?" Robbingizni ko'rdingizmi deganida, "Nur, anna ara." Hamma yo'q nur edi. Qayoqdan ko'ray dedilar. Rasululloh aytadilar, uning hijobi nurdir. Agar uni ko'tarsa, Alloh taolo shu hijobini ko'tarsa, yuzining ulug'ligi, ya'ni go'zalligi uning nazariga tushgan mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Inson zoti, umuman mahluqot Alloh azza va jallani ko'rishga ojiz bo'ladi, ko'ra olmaydi. Allohni ko'rish emas, quyoshga qaranglar 3-4 marta. Tikka qarang quyoshga 3-4 marta ko'zingiz bilan, ochkasiz yoki niqasiz, maskasiz nima bo'ladi? Bitta mahluqdan chiqqan yorug'lik nur sizni ko'zingizni ko'r qiladi oxiri 10 marta qarang. Mahluq sizni ko'zingizni ko'r qilib qo'ysa, ko'zingiz unga qarashlikka ojiz bo'lsa, Alloh azza va jallani ko'rishga qanday qodirman dedi bir inson. Allohni ko'rishiga uchun birodarlar dunyodan o'tish kerak, jannatga kirishlik kerak. Shunda Alloh taolo xohlasa yuzini ko'rsatadi. Alloh taolo aytadi: "Astagfiru billah, wujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira." U kunda, qiyomat kunida mu'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlarga boqib turgushidirlar. Inshaalloh ko'ramiz birodarlar. Inshaalloh ko'ramiz. Jannat ahllarining sifatlari aytilganda ayrim kitoblarda aytilinadi. Jannat ahli Alloh subhanahu va taoloning jamoliga qaraydida, uning go'zalligidan 50 ming yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Hushidan ketadi, 50 ming yil yotadi, o'ziga kela olmasdan. Inson go'zallikka oshiq bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonda tabiatida bor narsa. Mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunarlimi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka yetaklaydi. Inson qachon Robbisiga osiylik qiladi? Yagona bo'lgan Robbisini tanishdan uzoq bo'lsa, Alloh taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlaridan g'ofil bo'lganda, ayrim mahluqlarning go'zalligiga aldanib qolib, shunda Robbisiga osiylik qiladi. Bir ayolning go'zalligini ko'radi-da, unga mahliyo bo'lib, gunohga qo'l urib qo'yadi.
Chiroyli bir imoratni ko'radi, shuni olay dedi, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir mashinani ko'radi-da, uni go'zalligi uni mahliyo qiladi-da, gunohga qo'l urib qo'yadi. Lekin mana shu osiylik qilayotgan bandalar, go'zallikni deb osiylik qilayotgan bandalar haqiqiy go'zallikni Alloh taoloda ekanligi, go'zallikni asli Alloh ekanligini bilishganida bu gunoh ma'siyatga qo'l urmagan bo'lishadi. Masalan, o'zi bilan yashayotgan bir 25 yil, 30 yashagan ayolini, endi musulmon ayollar afifa bo'ladi, iffatli bo'ladi, kamtar bo'ladi. Shu betini sovunlab yuraveradi-da uyda. Manikyur, pedikyur qilmaydi. Ha, indamasdan olib borib, shunday pardozni olib kelib o'tkazib qo'ysin-da. Hali eri ko'rib turib, yaxshi ko'rib qoladi. Chunki nimaning oshig'i? Go'zallikning oshig'i. Qani endi ayollar shu narsani tushunsa, inson erkak zoti, umuman odam zoti go'zallikka oshiqligini bilsa, o'zini sal otangga, enangni, bu eskilar bilan yangilar bilmaydi. Otangga, enangni bepardoz ko'rsatma. Ya'ni inson zoti go'zallikka, chiroyli narsaga oshiq bo'ladi. Mahluqlarning go'zalligiga aldanib, Robbisiga osiy bo'lib, oxiratini boy berib qo'yayotgan odamlar bor. Agar bular birodarlar, bu dunyodagi hamma go'zallik ularni aldayotgan go'zallik, Allohning go'zalligini oldida hech narsa bo'lmay qolishigini tushunishganida, ehtimol osiylik qilishmasmidi ekan? Ehtimol osiylik qilishmasmidi ekan? Alloh taoloni tanish, uni ism va sifatlaridan xabardor bo'lish, unga muhabbatli bo'lish hamda unga qulchilik qilish mo'minlar uchun haqiqiy saodatdir. Garchi dunyoda qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham, eng baxtli odam mo'min bo'ladi. Chunki al-jamil bo'lgan, go'zal bo'lgan Robbisini taniydi. Ism sifatlardan xabardor bo'ladi. O'shuning uchun qo'lida hech narsasi yo'q bo'lsa ham, qanday ahvolingiz desa, nima deydi? Nima deydi? Alhamdulillah deydi. Chunki bu dunyodagi mushkulalar, bu yetishmovchiliklar Allohning diydorini ko'rishlik oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Va mana shu alhamdulillah degan so'zni faqat mo'min aytar ekan. Musulmon ishlaringiz qalay desa, alhamdulillah deydi. Ishi xirami, tiniqmi farqi yo'q.